Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan bugungi videomizda Umra safari haqida gaplashamiz. Agar siz Umraga bormoqchi bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz Umraga bormoqchi bo'lsa, videoga yaqinroq keling va gruppalarga tanish bilish qarindosh urug'larga tashlab qo'ying. Bugungi videomizda katta chegirma e'lon qilganmiz, ekonom paketimiz bor. O'shani sizlarga to'liq batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, Umra safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizda o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi. Xo'p, sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz Madinada Payg'ambarimiz ravzalari ziyorat qilinadi, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'iga ziyoratlarimiz bo'ladi. Makkada Toyif shahri va Qizil dengiz sayohatlarimiz bor. Bundan tashqari Muzdalifa, Hiro g'ori, Qubo masjidi, shunga o'xshash ziyorat, sayohat ibodatlarimiz bor. Bularda mutaxassislik boshlarimiz birgalikda o'sha sayohatlar, ibodatlar hammasini qildirishadi. Sizlar Toyif shahriga chiqib kelganingdan keyin ikkinchi marta umra amalini qilib olsalaring bo'ladi. O'sha bitta to'lov evaziga 2 marta umra amalini qilib olsalaring bo'ladi. Juda ham zo'r bu imkoniyat. Xo'p, eng yaqin chisloga ekonom paketimizni aytib ketaylik. 27-noyabr kuni ekonom paketimiz bor. $875 qilib beramiz. Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha uchadi bu reysimiz. Perisatkali bo'ladi. Namangan Quvayt, keyin Quvaytdan Jiddaga uchadi. Xo'p, buni $875 qilib beramiz. Agar ko'proq bir 10 kishi, 15 kishi, 20 kishi bo'ladigan bo'lsa, undan ham yengilroq qilib berishga harakat qilamiz. Bemalol aloqa chiqinglar. Hozirroq aloqa qilsalaring, ertagalik reysimiz bu, 1 kun qolgan. Xo'p, bundan tashqari 29-30 kunlari Farg'ona Madina reyslarimiz bor. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Uni narxini $980 dan qilib beramiz. Toshkentdan ham kunda-kun reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilaverasiz, $980 dan ular. Xo'p, bundan tashqari dekabr oyiga ham reyslarimiz bor. 3-10, 17, 24, 31 dekabr kunlari Farg'ona Madina premyer reyslarimiz bor. Bularda xo'p 10 dekabrgacha $980 dan qilib beramiz. Yana keyingi videolarimizda harakat qilamiz, to'liqroq ma'lumot beramiz narxlar bo'yicha, chunki narx o'zgarib qolishi mumkin. Xo'p, bunda gostinitsa oraliq masofalarimiz 300 metr, 200-300 metr atrofida bo'ladi Madinada, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Doimiy Makkada 5 mahal namozga avtobuslarimiz bo'ladi. Bemalol borib kelib ibodatlar qilsalaring bo'ladi. Xo'p, bizni firmamiz tomonidan bepul berilgan sovg'alar bor. Shu bitta to'lov evaziga bu bejik beriladi. Har bitta ziyoratchimizga bunaqa yostiqcha beriladi. Bu avtobusda va samolyotda ketayotganlaringda bo'yinlaringga qo'yib, bemalol dam olib ketsalaring bo'ladi. Bu juda ham qulay. Buni agar ko'chadan olmoqchi bo'lsalaring 150-200 ming so'm atrofida bo'ladi bu. Bunday so'mkachamiz bo'ladi. Hammasida Centrum Holidays degan logotipimiz bo'ladi, firmamizning logotipi bo'ladi. Bular bepul hammasi beriladi. Har bitta ziyoratchimizga kamzil ham beriladi. Xo'p, agar ota-onalarimizda o'sha yosh kattalar olib boriladigan bo'lsa, oyoqlari og'riydigan bo'lsa, vatdan misol Farg'onadan yoki Namangan, Toshkentdan olib ketayotganlaringda aravacha olsalaring kiloga hisoblanmaydi, samolyot puli olmaydi, ortiqcha to'lov qilinmaydi. Agar xohlasalaring, attalam 14 kunga bepulga aravacha olib, bemalol ibodatlar qildirsalaring bo'ladi. Agar videomizda qanaqa kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Kommentariyga fikrlaringizni yozib ketinglar. Kamchiliklarni keyingi videolarda to'g'rilashga harakat qilamiz. Doimo sog' bo'linglar. Umraga bormoqchi bo'lgan aka-uka, qarindosh urug' tanish bilishlarga tashlab qo'yinglar. Sog' bo'linglar.